Assalamu aleyküm. Bütün dünyadaki Uygurlarım yaxshi sizlar. Biz hozir Qurilish Osmonninki filmini çekкен naq meydan kelib ziyorat qilyapmiz. Bütün dünyadaki Uygurlar bilan bu yerni birga ko'raylik deb niyat qilib qoldik qarindoshlar. Shunga video tartdim. Keyinimiz video bo'lsa, ya'ni Osmonninki obasi. Ya'ni mana bu yerda bütün o'zininki odamlar bilan şu zamandaki bu yerni ishg'ol qilganlar qarshi can qilgan qarindoshlar. Suyukli qarindoshlar, Osman kim? Osman kim? Osman Oğuzxonning avlodidan kelgan. Ya'ni buni yetmish Turkiyaning tunji Malazgirt kirishida Alp Arslandan kelgan. Beşiqab pasak bu Selçuklu, Qaraxonli ham ta Oğuzxongacha buning nasabi tutishib bordi qarindoshlar. Osman ya'ni bizning Turkiston diyaridan kelgan, ya'ni mushu bütün Türkiye yani Anadolu'nun fethi qilgan Osmanlı devletinin qurg'uvchisi. İnşallah mushu bizning Qaraxonli devletimiz bo'lmagan bo'lsa, Selçuklu devleti bo'lmagan bo'ladi. Selçuklu devleti bo'lmagan bo'lsa, Osmanlı devleti bo'lmagan bo'ladi. Her bir devletler, her bir liderler bir-biriga ursagan, bir-biriga yo'l ko'rsatgan qarindoshlar. Shuning uchun bugungi Turkiya bo'lsin, Türk dunyosi, Qirg'iz, Qozoq, O'zbeklar bo'lsin, bizning devletimiz bo'lmay turib asla bu devletler bo'lmagan bo'ladi. Yani bunun 5'i Uygur devletinin başında miladiyeden burun kurulgan qarindoshlar. Tarihdagi tunji bo'lib Uygur milliy nom bilan devlet qurgan millet Uygur milleti. Yani Uygur devletler devlet kuruldu. Hech qachon Qirg'iz, Qozoq, O'zbek, Türk devletler tarixda bo'lmagan. Fakat Türkiye kurulgalı 100 yıl oldu ama Uygur devleti kurulgalı 1000 yıldan ko'p bo'ldi qarindoshlar. Mana biz şu Osmanlı devletininki qurilishga ulug' sayg'ishlar. Mana bu yani Osmanlı devletini kurgan Osmanlı'nınki mana biz haqiqiy ecdatları, haqiqiy Uygur Türkleri. Suyumlu qarindoshlarimiz mana ko'rsanglar ecdatlarimiz mana bu shunday janglar, mana bu shunday jihatlar